Qozonda ahvolini qaranglar, qorayib ketganini. Shunaqa qorigan qozonlarni tez, oson, samarali yo'lini sizlarga aytib o'taman. Bunda bizga eng kerakli bo'ladigan mahsulotimiz Grilliv korporatsiyasining anzilitlari va gellari kerak bo'ladi. Qizib turgan qozonimizga anzilitimizni sepib 10-15 minut kutamiz. Месяцами ждешь ответ. Ой-ой-ой, в кошельке много мани. Монета лиры и дирхами. А у тебя в кармане пусто. Ты один и тебе грустно. Бай-бай, забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю два. Шоу-бизнес, мой инстаграм. Я твой стресс. Забила на стресс, я делаю лям. Ты пишешь мне хейт, я делаю два. Шоу-бизнес, мой инстаграм. Я твой стресс. Grilliv korporatsiyasining yana bir mahsulotlaridan biri, u ham xuddi anzilitga o'xshab qizigan qozonga surkaladi. Faqat surkaladi. Cho'tka, maxsus cho'tkalar yordamida. Har ikkala mahsulotimiz ham qo'llarga hech qanaqa zarari yo'q. Shunaqa kerakli ma'lumotlar olish uchun meni sahifamga obuna bo'ling. Qozonimizni esa oqargan holatini obuna bo'lganingizdan keyin ko'rishingiz mumkin.